yağsa keçide, qarang'uni yo'ridan. Kitap o'qisa kunda, nadanlikni yo'q qilar. Kelinlar do'stlar, birga kitob o'qaylik. Assalomu alaykum arkadaşlar, yaxshilaringlarmi? Men Ilipben Tugutati endi kitobni ravo o'qishni o'rganyapman. Men bugun Arzuyum degan bir qo'shiqni o'qib berayman. Arzuyum o't, osmonlarga o't. Kitoblar qanot, doim zafar qut. O't, arzuyum o't. Cho'chaklarga o't. Uxlab qolmag'in, diva kelsa dut. Qandoq ma'qulchaqni yaxshi ko'raman ekansizlar? Men bek yaxshi ko'rdim. Endi siz kitob o'qib bo'lsangiz, uni qanday yozib qo'yasiz bolam? Kitob o'qish xotiri. Kitob o'qish xotirasi, ha? Shuni ko'rsatib qo'ying, kitob o'qish xotirangizni. Ko'rib boqaylik birlikda. Mustaq kitob o'qish xotirangiz bor, ha? Buni qanday nimalarni siz tushuntirib qo'ying. Adabiyot bilan o'qigan kitobingizning ismi ekan, ma'lum kitobning qaysi kuni o'qidim, qaysi batlarni o'qidim deganlarni yozibsiz, ha? Endi Sirat jurnalini bizning oila degan bir parchani o'qibsiz. Arzuyum degan mana shu qo'shiqni, ha? Necha kun oldin o'qigansiz, 11-23 bugun yana bir xil o'qib berdingiz, ha? Ashuni o'qib bo'lganni mishaga yozib, qachon o'qiganingizni yozib, va anadagi batsanni yozib qo'yibsiz-da. Buni nima uchun yozsiz endi? Unutqanmaslik uchun. Unutqanmaslik uchun. Undan keyin yana nimaga foydasi bor sizningcha buni? Qancha jiq o'qisangiz qanday ish bo'ldi undan keyin? Lavani qalayman. Qancha jiq o'qib mashq qilib mushundaq kitob o'qish xotirasini qancha ko'p to'shqizib, jiq kitoblarni o'qib, to'shqizib jiq tugutasangiz, nurg'un narsalarni o'qib, kitobni bag'an ravon o'qiydan ketasiz. Xatlarni qarab turadigan ketasiz, Xudoyim bersa. Ashta bo'g'ingizmi? Bo'g'imda. O'zingizga o'xshash adashlaringizni davomli birlikda shundaq kitoblarni jiq o'qishga tan o'rganaylik deb tan o'rganishni xohlamsiz do'stlaringizlar? Xohlayman. Davomli shunday o'qib boring, kunlar qattimmi yana yangi narsalarni o'qib bilishga tirishing bo'ladi bular. Yangilardan ko'rishaylik. Alg'aminat.